What's up bolalar, sizlar bilan men Riza Craft. Bugungi videomizda esa qishloqlar bilan tanishamiz. Davay unda boshladik. Mana u ko'k narsani nima bo'pti mayli. Boshladim. Endi esa birinchisini craft mashinani qilamiz. Keyin ketdik. Yozamiz bolalar. Unga mana yo'qotish kerak edi. Mana bo'ldi yo'qotdik. Dokuz. Keyin kirsak. Mana bu. Mana to'g'rilab olyapti. Mana bolalar, sizlar bilan mana o'sha qishloq. Bu kichkinaroq, salpal kattaroq ham bor. U tomonda qo'shni qishloq. Yuraverasizlar, to'g'ri ketaverganlarda juda bitta qishloq bor. Yana bitta kattaroqda u. Sizlarga maslahat beraman, video olib turganlarda shu joyda video olsanglar yaxshiroq bo'ladi mana. Kattagina qishloq. Shu qishloq bo'ladi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Bolalar, davay. Unda biz ham yana boshladik. Endi ikkinchi yerimiz bu. Ha. Ramaz qani bu вообще. Bolalar baliq tutib nima qiladigan videolar mana shu yaxshi Damas. Endi ko'raylik. Sizlarga yoqsa bo'lsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Davay. Endi bizga bir-birda ko'raylik-chi o'xshasa. Mana bolalar mana bo'larkan, mana 3 soat. Ikkita bolalar. Ko'rasizlarmi? Men nima qildim? Bolalar. Bu ikkitani qalla agar video olib turganlarda mashina tashlasaman, ichini ko'ramiz hozir. Birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana zombi go'shi va temirlar. Va bunda olmos va xullas endi nari tomoniga o'tib ko'ramiz. Bolalar va ana bolalar bana topildi. Endi shuni ko'ramiz endi. Mana temirlar jumlatlar bor ekan. Buni olamiz. Suyak. Men qachon bosdim buni? Bosganim yo'q edi-yu. Mayli, bu joydan chiqib ketamiz bolalar, shunaqa narsalar ekan. Sizlarga ham tavsiya etaman, bu yerda o'ynab ko'ringlar. Boshqasiga o'tamiz. Bolalar, keyingisi esa shunday ekan, merimizning nomi Dragon oldiga borsa bo'ladi, lekin bizda nima ko'zlar yo'q-da. Ko'z bo'lganda yo'q. Ko'z berilmayotgan bolalarga Dragon bor ekan. Lekin просто ko'z yo'q ekan. Dragonning ko'zi yo'q ekan bolalar. Agar bor bo'lganda hardan Dragon oldiga borardik. Boshqa harakat qilardik. Qani mana.
o'sha joy mana bolalar. Bu eshiklar ham tor. Qayerdadir bor edi bolalar. Uzr lekin mana. Bolalar mana shu joy. O'zinglar mislamlar mi deb turib ana joyga kirsanglar shunday joy bo'lar ekan. Boshqa joy ham bor. Endi shunday qildim. Bo'pti bolalar, endi biz boshqasiga o'tamiz. Bu вообще kodi qiyin, ikkinchisini kodi o'ta ham qiyin. O'shaning uchun sizlarga tavsiya qilib agar bitta varaqqa yozib olasizlar. Bu emas. Mana bu raqamda terib olasizlar mana. Mana shu raqam terib olinglar. Hozir yozib olsanglar sizlarga yaxshidan mayli. Endi buni Craftsman'ga kirib ko'ramiz. Mana kirdik. Endi juda ham katta joy bu. Mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham katta joy. Shu joyni sizlarga tavsiya etaman. Bunaqa narsalar bo'lmaydi, bunaqa qo'shilmaydi. Men buni o'zim nima qilib turdim, yozmadim-da, erindim. Mana qilaman, lekin men qursalar bo'ladi, o'zim qurdim buni. Mana bu joyda bolalar sizlarga yana bitta nima mana joydan yo'q, narto'ni bilamiz. Aytamda juda ham katta qishloq bu. O'shaning uchun men to'namda yuribsizlar. Bu tomonda qishloq. Shu tomonga boramiz hozir. Ketdik. Mana ko'ryapsizlarmi? Bu ham joy katta emas, lekin bu ham normal joy. Yaxshi joy. Yaxshi bo'ldi. Lekin men mana shu yoqda menga eng kattaroq qishloq menga shu qishloq bo'ldi. Bolalar sizlar bilan ko'rishamiz. Hozir xayrlashib o'tiraylik. Anqarlar go'lemlarni yomon qiyin ekanman menga. Agar hozir ham turgan bo'lsa shu yomon qiyin ekanman. Mana bolalar go'lemlarni qishloq yozib qo'yganman. Bular maza qilyapti. Bora men bilan urishyapti ular. Zolida o'ynayapti. Davay sizlarga yoqqan bo'lsa shu joyga ko'rganmisizlar, like bilan obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi video albatta chiqadi. 100 ta like'dan keyin albatta keyingi videolar chiqaramiz bolalar. Iltimos sizlar faqatgina like bosinglar bo'ldi. Sizlardan nima ketadi? Like bosinglar bo'ldi. Qolgan nima qiladi? To'xtanglar-da qani. Anqarlar. Yo'q, cho'ta g'alati qilib qo'ygan ekanman. Bo'pti, ko'rishamiz bolalar. Videoning cho'zilib ketdi joyi. O'shaning uchun ko'rishamiz. Bolalar sizlar bilan men Riza Craft bo'ldi. Mayli, xayr.